Eron pechkalari endi o'zimizda O'zbekistonda bor. Jigarlar, qaranglar. Soatiga 2000 so'm rasxod qiladi, sutkasiga bo'ladigan bo'lsa 40 ming so'm rasxod qiladi. Bu endi gaz, ko'mir yo'q joylar uchun juda ham yaxshi bo'ladi. Jigarlar, qarang. 60 kvadrat joyingiz bemalol isitib beradi. Yonishiga bitta baho berib qo'yasiz. Gradusi juda ham baland beradi. Xo'p, turbalarimizning stenkasi qalinligi 3 bo'ladi. Bundan tashqari 2 xona uyingiz isitsangiz bo'ladi, parnilar bo'ladigan bo'lsa, kafelarga qo'ysangiz ham bo'ladi. Tutun chiqmayapti ko'rib turganingizdek. Bu maxsus yonilg'i bo'ladi. Bu yonilg'i Rossiyadan keladi. Toshkentda, Farg'onada, Andijonda bor. Kilosi 4000 so'm. Ya'ni 1 soatga 2000 so'm rasxod qiladi. Endi bundan ham arzoni kerak menga deydigan bo'lsangiz, mana bunda oddiy, ya'ni o'riydi, danagi bo'ladi, po'chog'i. Xuddi shunga ham yonaveradi. Buni qopi o'zi arzimagan 15 ming, 20 ming turadi, jigarlar. Narxi, pechkamizning narxi 2 million 300 ming so'm bo'ladi. Dastlabki pulli kelishamiz. Ekran nomer qoldiraman. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar.